Agar biz o'z oldimizga yangi savollar qo'yishni to'xtatsak, menimcha guruh sifatida faoliyat yuritishimizni davom ettirishdan ma'no qolmaydi. Shuning uchun biz har hamsafda ekanligimizni, tinimsiz tajribalar o'tkazayotganimizni va yangiliklar kashf etayotganimizni butun dunyoga ko'rsatishimiz kerak. Meningcha biz bor kuch imkoniyatlarimizni maksimal darajada ishga solishimiz kerak va hozirgi erishgan natijalarimiz hali ham yetarli emas. BTS a'zosi RM, Rolling Stone muqovasiga xush kelibsiz. Rahmat, juda minnatdorman. Men sizni juda yaxshi tushunaman, chunki siz deyarli har hafta kichik eksistensial inqirozni boshdan kechirayotganga o'xshaysiz. Shunday. Haqiqatni aytsam, men juda hayajondaman va shu bilan birga qo'rqyapman, chunki uzoqdan oz bo'ldi va men o'zimni hammasi joyidadek, tayyorlikman, hamma narsa hal bo'lgandek va hammasi shunchaki ajoyibdek ko'rsatishni juda xohlardim. Men shunchaki sabrsizlik bilan kutyapman deb aytishni juda xohlardim, lekin undan ham ko'proq ochiq bo'lishni istayman. Men shunchaki hammasi yaxshi bo'lishiga umid qilyapman. Shunday bo'ladi ham. Lekin qo'rquvlar baribir bor. Muhim tadbirlar oldidan xavotirli tushlar ko'rasizmi? Ha. Men bir vaqtning o'zida o'zimni nihoyatda stressli va baxtli his qilyapman. Va har safar, har kecha tuyg'ularim keskin o'zgarib turadi. Hozir ertalab uyg'onganimda doim kayfiyatim a'lo bo'ladi. Men har doim bir finjon kofe quyib, mana yangi kun boshlandi deyman. Lekin tunda meni nima kutayotganini ham bilmayman va ertalab hammasi zo'r bo'lsa ham kechasi baribir tushkunlik va ma'yuslik boshlanadi. Lekin eng qizig'i, bir necha yil oldin hammasi buning mutlaqo teskarisi edi. Men tunni juda yaxshi ko'rardim, chunki kunduz tinimsiz ishlar edik. Tunda esa uyga qaytib, yolg'iz qolganimda o'zimni shunchaki ajoyib his qilardim. Men kimsasiz ko'chalarda sayr qilishni juda yaxshi ko'rardim. 2022-yilda Farelga hali ham musiqani yaxshi ko'rishingizni aytgandingiz. Lekin ehtimol tasvir san'at yoki boshqa biror narsa siz uchun muhimroq ahamiyatga ega bo'lgan. Yakunda baribir musiqaga qaytdingizmi va bu yo'l siz uchun qanday kechdi? Meningcha, musiqa doimo yonimda. Bu hamma narsaning asosi. Ba'zan esa sevimli trekingiz chalina boshlaganda shunchaki o'zingizni tutib tura olmaysiz. Beixtiyor raqsga tushishingiz keladi yoki shunchaki vibe'ni ushlab bosh silkita boshlaysiz. Meningcha, tasviriy san'at ba'zan qandaydir poydevor, ko'p ko'rib o'rganish va yanada intellektual yondashuvni talab qiladi. Armiyada men shunchalik ko'p albomlarni qayta-qayta eshitib chiqdimki, hozir musiqaga bo'lgan sevgim har qachongidan ham kuchliroq. Aytingchi, o'sha davrlarni eslaganingda qandaydir alohida esda qolarli lahza bo'lganmi? Sizni shu qadar hayratda qoldirgan va bu mening najotim, aynan shu narsa meni hozir qutqarib qoladi deb o'ylashga majbur qilgan biror albom yoki qo'shiqni ayta olasizmi? Meningcha, o'tgan yili Tizo Touchdown treki bo'lgan. Bu yerda Tizo Forever, ya'ni butun umrga deb kuyladi. Ehtimol o'sha paytda armiyadagi xizmatim menga abadiydek tuyulgani uchun ham bu ibora qalbimga yaqin bo'lgandir. Men doim shunday deb o'ylardim. Bu abadiy davom etsa kerak. Cheksizlik esa juda uzoq muddat. Shuning uchun men bu iborani tinimsiz kuylab yurardim va unga qo'shilib aytganimda menga yengilroq bo'lardi. Yana Tijoning albomi ham bor. U yerda shunchalik ajoyib production bo'lgan. Ha, juda ham ajoyib. Ha, shunday. Spotify Rapid'ni ko'rib chiqqanimda Tijoning albomi eng ko'p eshitganlarim orasida ekan. Meningcha uni 500 daqiqadan ham ko'proq tinglaganman. Yana Jojining Past Doesn't Leave My Bed qo'shig'i ham bor. Ba'zan bu shunchaki oddiy bir ibora, lekin u mos instrumental bilan uyg'unlashsa, yuraginggacha yetib boradi. Butter va Permission to Dance chiqqandan keyin siz bu haqida ochiq gapirdingiz. Ular juda katta muvaffaqiyatga erishgan nihoyatda mashhur qo'shiqlar edi. Shundan so'ng BTS aslida nima ekanligi haqida bosh qotganmi? Bu haqida o'ylashingiz uchun bir necha yilingiz bo'ldi. Biz aslida kimmiz? degan savoldan endi javobni bilaman degan nuqtaga ichki yo'lingiz qanday kechganini bilmoqchiman.
Menimcha, hanuzgacha aniq javobni bilmayman. Axir san'atkor haqida, uning musiqasi haqida gapirish kerak. Shunday emasmi? Borgan sari bu yanada murakkablashib, hozir nimani his qilayotganimni yoki bu albom nimani anglatishini ifodalash uchun so'zlarni juda ehtiyotkorlik bilan tanlashga to'g'ri keladi. Menimcha, bu jurnal va siz bilan bo'layotgan ushbu intervyu. Shu lahzani saqlab qolishning yana bir usuli, kelajakda unga qaytib kelishi mumkin bo'lgan xotira. 50 yoshga yetganimda ortga nazar tashlab, "Vau, 31 yoshimda o'zimni aynan shunday his qilgan ekanman" deb o'ylayman. Men buni siz bilan bo'lishyapman. Chunki hozir bu his men uchun eng samimiy haqiqatdir. Men hali ham aniq bir fikrga kelganim yo'q. Menimcha, xizmat paytida hamma narsa tugab, 2025-yil iyun oyida yana birlashamiz. Vaziyatni yaxshiroq tushunish va umumiy bir fikrga kelish paydo bo'ladi deb o'ylagandim, lekin bu sodir bo'lmadi. Shuning uchun menimcha bu 14 ta trek hali aniq bo'lmasa ham 2026-yilda BTS nima deb savol berayotganlar uchun javob bo'lishi mumkin. Ushbu albom ustida ishlayotganimda sevgi, og'riq, nostalgiya va sog'inch kabi insoniy narsalar haqida ko'proq gapirishga harakat qildim. Hali ham bunday g'oya menga yoqadi. Chuqur va shaxsiy narsalarni olib, uni umumiy insoniyat tuyg'ular va emotsiyalarga aylantirish. Bu energiya sizning ilk qadamingizni eslatadi. Ha, rostdanmi? Ko'proq sof repdan iborat bo'lgan eski uslub. Buni eshitish yoqimli, chunki orqaga nazar tashlash uchun menda juda ham ko'p vaqt bo'lgan. Bu haqiqatdan ham yangi boshlanish deyman. Shuning uchun menimcha siz bu energiyani his qildingiz. Chunki biz haqiqatdan ham bu jarayonni yangi boshlanish sifatida qabul qildik. Biz beixtiyor kelib chiqishimizga qaytdik. Hammasi boshlangan joyimizga, ya'ni o'sha boshlangishdagi kuchli energiyaga, dunyoga nimadir isbot qilmoqchi bo'lgan o'sha isyonkor kayfiyatga. Lekin biz menimcha ancha ulg'aydik. Bu shubhasiz BTS uchun yangi sahifa bo'ladi. Sening yakkaxon albomlaringni Indigo, Right Place va Wrong Person tinglash juda qiziq. Qaysidir ma'noda BTS umuman bo'lmaganda ham sen aynan shunday musiqalarni yaratgan bo'larding shekilli. To'g'ri. Hayratlanarlisi, sen san'atkor sifatida shunday ichki holatga kira olding. Bilasizmi, bu haqida gapirish qiziq va menimcha ko'p odamlar BTS haqida faqat yuzaki tasavvurga ega. Ehtimol odamlar rozi bo'lmas, lekin men haqiqatdan ham qaysidir ma'noda, ya'ni odatdagi qoliplarga sig'maydigan odam bo'lish uchun tug'ilgandekman. Atrofimdagi hamma ha deb turganda men yo'q deb javob berishni xohlayman. Guruhda ishlayotgan paytimda biz qilayotgan ishni juda yaxshi ko'rardim. Lekin ba'zi paytlarda meni asabiylashtiradigan holatlar ham bo'lib turadi. Buni yashirmayman. Bu hislarni shunchaki chetga surib qo'ya olmasdim, lekin men jamoatchilikka nimani ko'rsatish kerak, nimani esa yashirib, yakkaxon albomda ifoda etish kerakligini tushunardim. Yakkaxon loyiha qilayotganimda har doim shunday o'ylayman. Buni qilishim kerak, buni aytishim shart. Chunki biz 7 kishi bo'lganimizda men o'z rolimga mos kelishim, muloyim va tartibli bo'lib ko'rinishim kerak. Chunki bizni ko'p bolalar kuzatardi. Lekin men musiqani ko'chada rep aytishdan boshlaganman. Shuning uchun bunga qarshi tura olmayman. Ba'zan shunchaki aynan shu bilan shug'ullanishni istayotganimni his qilaman. Shunchaki shu narsani qilishni xohlayman. Men pop musiqani tinglayman. U menga yoqadi. Har xil pop musiqalar menga yoqadi. Ba'zan chartlarni qarab turaman. Ba'zan ko'p o'ylagim kelmasa, shunchaki global top 50 ni qo'yib tinglayman. Lekin ba'zan o'ylayman, yo'q, bu yetarli emas.
yanada chuqurroq kirib borishim kerak. Bu dunyo qanday tuzilganini bilishim kerak. Shunchaki bu dunyoning chegaralariga borishni istayman. Shuning uchun yakkaxon loyihalar haqida gap ketganda, barcha resurslar, ta'sir, qamrov, raqamlar va brend kuchi, bularning hammasi menga katta tayanch bo'lib, tijorat tomonini o'ylamasdan erkin ijod qilishimga imkon beradi. Va men Little Smith va Mrs. Sumney bilan trek yozishim mumkin edi. Ular juda zo'r, ajoyib san'atkorlar va ba'zan BTS maqomi va brendlardan foydalanib, guruhda ishlashga to'g'ri kelganda, yakkaxon faoliyatida orttirgan tajribam tufayli o'zimni to'liq berib ishlaganimdan so'ng, men memberlarga kelinglar, maksimal darajada harakat qilaylik. Bu hali ham yetarli emas. Bu juda kam, deya olaman. Agar biz o'z oldimizga yangi savollar qo'yishni to'xtatsak, menimcha guruh sifatida faoliyat yuritishimizni davom ettirishdan ma'no qolmaydi. Shuning uchun biz hali ham safda ekanligimizni, tinimsiz tajribalar o'tkazayotganimizni va yangiliklar kashf etayotganimizni butun dunyoga ko'rsatishimiz kerak. Meningcha biz bor kuch imkoniyatlarimizni maksimal darajada ishga solishimiz kerak va hozirgi erishgan natijalarimiz hali ham yetarli emas. Buni qanday uddalayapsan? Harbiy xizmat oson o'tmagan. Hali ham psixologik jihatdan o'zingni tiklayapsanmi va qanday tiklayapsan? Menimcha, men bu g'orga o'xshagan yakkalashishda deyarli chiqib oldim. Va allaqachon hozir fevral, shunday ekan 8 oy o'tib ketdi. Va menimcha hozir yaxshiman. Lekin ba'zan uxlashga harakat qilganimda bu shunchaki miyaga chalg'itib yuboradi. O'zimga shunday deyman. Hammasi joyida. Unut, armiyada emassan. Lekin bu tajriba, rostini aytsam, ruhiy tomondan deyarli tubga tushib qolganim menimcha menga bir narsani anglatadi. Hozir o'z kravatimda uxlayapman. Hammasi joyida. Ha, menimcha bu o'zim uchun juda yaxshi terapiya bo'ldi. Bu tajriba va so'nggi yillardagi voqealar hayotga bo'lgan qarashingizni, ustuvorligingizni o'zgartirdimi? Men har doim bugungi kun bilan yashashga intilaman. Shu yerda va hozir yashashga intilaman. Lekin 2026-yilda bizni ayni lahzada yashashdan chalg'itadigan narsalar juda ko'p. Reels va shortslarni ko'rib, mana shu hayot deb o'ylaymiz. Lekin aslida unday emas. Bu yolg'on. Men yomg'ir ostida shunchaki sayr qilib, dunyodagi hamma narsa haqida o'ylab yuradigan vaqtlarni juda sog'indim. Menimcha, aynan o'shanda chinakam yashaganman. Rostini aytsam, o'tmish va kelajak haqida ortiqcha o'ylashni istamayman, chunki bularning bari illyuziya. Lekin shunchaki hozirgi lahzada yashash juda qiyin. Bugun 14-fevral. Telefonni bir chetga qo'yib turishga odatlanishga harakat qilyapman. Va balki kitob o'qirman. Shunday qilganimda o'tmish va kelajak haqida o'ylamaslikka harakat qilaman. Chunki kelajak hech qachon aynan tasavvur qilganimizdek bo'lmaydi. Shunday, kelajak hech qachon yetib kelmaydi. Sen juda og'ir va ruhiy davrni boshdan kechirding va undan chiqding. Bu abadiy davom etmaydi. Hozir xuddi shunday og'ir davrni boshdan kechirayotgan odamga, ehtimol muxlislaridan biri bo'lgan insonga nima derding? O'tgan yilgi inqiroz ortda qoldi. Hech bo'lmaganda tashqi tomondan men undan chiqib oldim. Jismonan undan chiqib oldim. Lekin ruhiy tomondan men buni shunchaki existential g'am deyman. Boshqacha nom ham topa olmadim. U har doim yuragimning chuqur bir tubida yashaydi. Shuning uchun
Men hali ham o'zimni qabul qilish jarayonidaman. Menimcha men boshqalarga qaraganda ko'pchilikka nisbatan ko'proq hissiyotliman yoki ortiqcha juda ko'p o'ylayman. Ba'zan esa uxlay olmayman. Lekin men o'tishni xohlaymanmi? Yo'q. Men hayotni sevishga harakat qilaman. Osmonni, sayrlarni, yaxshi do'stlarni, ichimliklarni, musiqani, intervyularni. Men hali ham o'z ichki kurashlarim bilan yashayapman. Ehtimol bu abadiy davom etar. Lekin aytib o'tganimdek, abadiy bu juda uzoq muddat. Lekin shuni aytmoqchimanki, qisqasi, hayot juda ajoyib deb o'ylayman. Lekin bu BTS a'zosi yoki mashhur odam bo'lgani uchun emas, shunchaki hayotning o'zi zo'r va yashash juda yaxshi. Shunday deb o'ylaganda suhbatni hayotning ma'nosi bilan yakunlaymiz. Rahmat.